Tug'ilganidan bola 1 oylik bo'lganidan bo'lar bo'lmas unga telefon, ekran berib, uni tinchlab qo'yishga urinib, o'zini tinchligini o'ylashlar kuchayib ketdi. Mana yo'q deb ayta olasizmi? Hozir hamma chaqalog'i borlar YouTube'ga kiradida, поэтапный 1 haftalik chaqalog'iga ham, 1 oyligiga ham, 2 oyligiga ham qo'yib beradigan multfilmlaringiz bor. Bir o'ylab ko'ring. Faqat ekran bilan katta qilmoqda-da hozir ota-onalar bolalarni. Ekran bolaning nutqini rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, uni gapirtirmaydi. Unga hamma narsani tez ko'rsatib tashlaydi, rang-barang qilib, bola o'ylana olmaydi. Buning natijasida mana shunday yosh chaqaloqlaringizni multfilmlar bilan katta qilganligingiz uchun ham u bilan siz ishlamay qo'yasiz, ham uni miyasi ekran tomonidan zaiflashib boraveradi. Telefonni ekranni katta qilib chaqalog'iga ko'rsatib qo'yib, o'zi ham u bilan muloqot qilmaydi. Natijada bolani mana shu gapirish zonalari, markazlari, sentrlari passivlashib boraveradi. Doktor Ischanovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal.